naqd pul har qanday joyda o'tish kerak degan da'vosi to'g'ri. Lekin zapravkani sudga berib, ana shu zapravkani ustidan sud orqali g'alaba qilaman deyishi noto'g'ri mo'ljal. Ya'ni huquqsizlik bor bu yerda deb zapravkani ayblashga haqqi yo'q. Masalan deylik, men kecha aytdim, bir joyga svetofor qo'yib qo'ygan qizil. Deylik, buni noto'g'ri qo'yilgan. Lekin men o'sha svetofor noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa ham qizil chiroqda to'xtadim. Shunda Rasul Kusherbayev kelib meni sudga beryapti. Bu yerda svetofor noto'g'ri qo'yilgan, siz qizil chiroqda to'xtadingiz, sizni sudga beraman deyapti meni. Men aytayapmanki, yo'q, bu yerda qizil chiroq turibdi. Bu qizil chiroq noto'g'ri qo'yilgan deyapti. Unda noto'g'ri qo'yganlarni borib sudga bering deyishga haqqim bor men. Tushundingizmi? Qanaqa sodda, bundan ortiq qanaqa sodda tushuntirish mumkin? Oddiy mana shu narsada xalqni aldashmoqchi. Xalqni hammasini aldasha olmaydi-da. Mana shu narsada xalq tarafdorimiz biz, xalqning tarafini olyapmiz deb safsata qilishyapti. Qarshi fikrlar yo'q. Qarshi fikr yo'q. Sen bilan tengmas, sen davlat odamisan, bular xalqni o'ylayapti. Isbotlab ber. Isbotla gapingni. Kel yuzma-yuz gaplashamiz. Erkin e'tiqod degan bizning Telegram kanalimiz bor. Kir gaplashamiz. Biror Muxtor Ali noto'g'ri bo'lsa tan oladi. Bu ham suyakdan, go'shtdan, qondan iborat bir tuproqdan bo'lgan odam bu ham. Hamma gapi %100 to'g'ri chiqishligi majbur emas. Lekin to'g'ri deb bilgan narsasini gapirishga haqqi bor. Inkor qilishga sizning haqqingiz bor, faqat haqorat, masxara bilan o'zingizni mag'lubiyatingizni ko'rsatmang. Keling, o'tiring, ayting. Kusherbayev masalasida manaman degani bilan bahsga tayyorman. Gapim noto'g'ri bo'lsa chiqib uzr so'rayman Kusherbayevdan. Men aytayapman, Kusherbayev bu masalada xalqni tarafini olmayapti. Zapravkani sudga berish noto'g'ri. Mana shu gapim. Qani chiqsin, isbotlab bersinchi menga.